Hurmatli obunachilar, mana 800 minglik darvozamiz 450 ming so'mdan sizlar uchun aksiyaga qo'yib qo'ydik. Bitta darvozamizda 600 ming so'mlik darvozamiz 1 kvadrat metr sizlar uchun 370 ming so'mdan qo'yib qo'ydik. Navbatdagi aksiyamiz darvozamizdan 1 kvadrat metr 600 ming so'm edi, 370 mingdan sizlar uchun qo'yib qo'ydik. Assalomu alaykum darvoza kanali obunachilari, mana sizlar bir qator darvozalarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi darvozamiz gibka fason 2 qavatli shumka bo'lgan darvozamiz. Bu darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsa 3,5 ga 3,5. Bu darvozamizda foydalangan materiallarimiz 10 gon 2,5 stena profildan foydalanganmiz. Listlarimiz 1.8 ichki profildan 1,5 stena bo'lgan. Eng qiziq odam jalb qiladigan tarafi mana 8 lik haytech zamovlardan qo'yib berganmiz. Bu darvozamiz zamovlari ham ochilib yopish o'ziga yarashgan. Mana turishlari ham original variantda bo'lgan. Avtomobil kiradigan joylar mana shivillar. Bu darvozamizda o'zi odamni o'ziga jalb qiladigan joyda mana ruchkalari bor. Mana keyingi mana o'ziga yana bitta yarashgan joyda mana lazerlarimiz bor. Bu darvozamizni O'zbekiston bo'yicha 1 million 200 ming so'mdan 1 kvadrat metr chiqarib beramiz. Yana bitta narsa, kimni uyiga tushadigan bo'lsa olib borib ustanovka qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha 1 million 200 mingdan. Keyingi darvozamiz mana taroq fason darvozamiz. Buni ko'rishlaringiz mumkin mana. Operator bir qator ko'rsating. Nerjavekali darvozamiz. Mana bu darvozamizda razmerlari 3.30 ga 3.50. Bu darvozamizda ham tag qismlari shivillar, yonlari 10 gon 2,5 stena brusda bo'lgan, listlarimiz 2 stenada bo'lgan. Nerjavekalar ham o'ziga yarashgan. Nerjavekalarimiz turlari bor: ko'k, oq, qora, sariq. Mana kichkina profillari ham, mana kichkina 2 profillarimiz ham 2,5 stenada qilib berganmiz. Bu darvozamizda ham tepa qismlari ochiq holatda lazerlar bor. Bu darvozamizda O'zbekiston bo'yicha 1 million 300 ming so'mdan 1 kvadrat metrni chiqarib beramiz. Dastavka, ustanovka, o'lchab kelish bepul. Keyingi darvozamizga o'tadigan bo'lsak, mana haytech variant shtampovka darvozamiz. Bu darvozamizning yonlari 8 ga 8 2lik stenada bo'lgan. Taglari avtomobil kiradigan joylar shivillar, 8 lik shivillar. Listlarimiz qalinligi 1.3, profillarimiz 1,5. Nerjavekalar buniki gold variantda bo'lgan. Ruchkalar mana o'ziga yarashgan. Mana uyga havo kirib turish uchun mana lazerlarimizda yulduzcha lazerlarimizni qo'yib qo'yganmiz. Arka fasonda. Bu darvozamizda 2 qavatlisi 1 million 50 ming so'mdan 1 kvadrat chiqadi. 1 qavatli holatlari 800 ming so'mdan 1 kvadrat chiqadi O'zbekiston bo'yicha. Navbatdagi darvozamiz bu ham Dubai fason shtampovka darvoza. Bu darvozamiz yondorlari 8 ga 6 profilda 1.3 stenada, listlarimiz ham 1.3, profillarimiz ham 1.3. Bu darvozamiz nerjavekalar oq variantda mana ruchkalari o'ziga jalb qilib, ustilarga nerjavekalar qo'yib qo'yganmiz. Bularni ham mana arkalari yulduzchadan qilingan, listlari, tepalari ham qalin variantda bo'lgan. Taglari avtomobil kiradigan joylar shivillar. Bu darvozamizda O'zbekiston bo'yicha hozirgi aytganimizdek 2 qavat varianti 1 million 50 ming so'mdan, 1 qavat varianti 800 ming so'mdan. Yana bitta obunachilarimizga aksiyani e'lon qilamiz. Mana keyingi darvozamiz vodiy bo'ylab taroq fason, setka fason darvozamiz. Bu darvozamizni 320 ga 3,5 darvoza bo'lgan. Bu darvozamizni tanishtirish soni 1 kvadrat metr 370 ming so'mdan kimki so'rasa qilib beramiz. Bu darvozamizda profillari 8 ga 6 1.3 da bo'lgan, ichki profili 6 ga 4 1.3, listlarimiz ham 1.3 da bo'lgan. Taglarimiz shivillarda 8 lik, tepalar arka holatlar lazer. Ranglari ham o'ziga yarashgan 3 xil variantda. Mana ko'kimtir, mokri, qora, mokri aralashgan variantda. Bu darvozamizda keladiganlar, aloqa chiqqanlar tugab qoldi deyish yo'q, boshqa bo'ldi deyish yo'q. 370 ming so'mdan 1 kvadratini chiqarib beramiz. Mana keyingi yana bitta aksiya darvozamiz taroq fason darvozamiz. Bu darvozamiz razmeri 3.60 ga 3.60, tepalar mana lazer holatda ochilgan. Listlarimiz qalinligi ham 1.3 da, profillarimiz ham 1.3 da. Yo'llarimiz 8 ga 6 1.3 stena bo'lgan, taglari shivillar. Bu darvozamizda ham O'zbekiston bo'yicha 370 ming so'mdan 1 kvadratini chiqarib beramiz. Keyingi darvozamizga o'tadigan bo'lsak, mana shtampovka Dubai fason, nergini egzagi mana. Bu darvozamiz ham 3.30 ga 3,5 bo'lgan. Bu darvozamiz ham yondorlar 8 ga 6 variant profil, 6 ga 4 1.3 stenadagi listlarimiz. Hamma materiallarimiz 1.3 da bo'lgan. Mana ruchkalari har xil variantda qo'yilgan. Mana o'ziga yarashgan holatda mana ko'rishlaringiz mumkin. Zamoglarni sizlar aytgan holatda qo'yib beramiz. Taglari shivillar bo'ladi. Mana buni yana bitta egizak darvozasi. Buni ham kvadratini aytib o'tib ketib, 800 ming so'mdan 1 kvadrat chiqadi O'zbekiston bo'yicha. Yana bitta egizak holati, mana buni gibrid holat. Dubai listga haytech listi qo'yilgan mana. O'ziga bir baho berishlaringiz mumkin, bejirim chiqqan. Bu darvozamiz ham 3,5 ga 3,5 darvoza. Nerjavekali, listlari, profillar 8 ga 6 profillar 1,5 stenada bo'lgan. Listlarimiz 1.3 da bo'lgan. Taglari shivillar, tepalar mana ochiq holatda lazer. Tepasini ham o'zgacha qilib taroq fason listlardan qo'yib berganmiz. Bu darvozamizdan O'zbekiston bo'yicha 2 qavatlisi 1 million 50 ming, 1 qavatlisi 800 ming so'mdan chiqadi. Eng qaynoq aksiyamizda va darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. Eniga 4.16 bo'yi 4.18 variantda bo'lgan. Qalinliklari
1.3, yondorlar 8x8 1.3 stena, profillar 1.3, listlarimiz 1.3. Eng qizig'i buni mana nержавейка holati mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bir qator ko'rishlaringiz mumkin. Mana nержавейка holatda ruchkalarga ham nержавейка qo'yib berganmiz. Bu darvozamiz ham aksiya holatda mana 450 ming so'mdan 1 kvadratini chiqarib beramiz vodiy bo'ylab. Uстановка qilib beramiz. Samarqand fason darvozamiz, foydalangan materiallarimiz 6x4 profil, 2x profil, shirshava list, qalin listdan tekis listdan foydalanganmiz. Eng qizig'i mana yondordan boshlasak, hurmatli obunachilar, 8x8 2,5 stena brus, 8x4 2,5 stena. Eng asosiysi oshiq-mosh shanir qo'yadigan joydagi 8x4 2,5 stena profil qo'yganmiz. Shirshavalarimiz 1.3, qalin listlarimiz 1.8 dan foydalangan, soqqalarimiz ham qalinda. Mana o'zlaringiz ko'rib turishlaringiz mumkin. Buni odamni o'ziga jalb qilish uchun mana gullarimiz bilan, lazerlarimiz bilan bezatib qo'yganmiz. Bu darvozamizda O'zbekiston bo'yicha dastavka, ustanovka, o'lchab kelish besplatni hamma yo'q ichida 1,3 ming so'mdan chiqadi 1 kvadrat metr. Keyingi darvozamiz shtampovka, pechat darvozamiz. Bu darvozamiz eni 320 ga, bo'yi 360. Bu darvozamiz foydalangan materiallarimiz listimiz 1.3, profillarimiz 1.3, taglarimiz avtomobil kiradigan joyi shivilli. Bu darvozamiz nержавейкалari o'zgaradi. 3 xil varianti bor. Nержавейкаlarimiz oq, qora, sariq. Bu darvozamizda O'zbekiston bo'yicha chiqarib beradigan narxlarimiz 750 ming so'mdan 1 kvadrat chiqadi. Uстановка, dastavka, o'lchab kelish bepul. Kimga shunaqa darvozalarimiz kerak bo'lsa, like bosing, komment yozing. Yana keyingi darvozamizni tanishtirib o'tamiz. Yana bitta so'ragan narsalarimiz, faqat darvoza bo'laveradi deganlar uchun mana so'rilarimiz bor. 2,5 3 razmerda. Xohlasalar yog'ochini qo'yib beramiz, xohlamizdan qo'yib bermaymiz. Lekin narxlarda farqlar bor. Yog'och holatda 4 million, yog'ochi bilan 5 million 200 ming so'mga chiqaradi. Dastavkasi bor. Va keyingi darvozalarimizni ko'rsatamiz. Hurmatli operatorlar, Dubay shtampovka darvozamiz. Bu darvozamiz razmerlari 3x3. Nержавейкаlarimiz o'ziga jimjimador bo'lib yarashgan. Ruchkalar nima deyapti? Mana ko'ring, ham baquvvat, ham yarashgan. Bu darvozamiz 1.3 list, 1.3 profil, 1,5 10/5 profil, taglari shivilli. Bu darvozamiz ham O'zbekiston bo'yicha 750 ming so'mdan 1 kvadrat metrda chiqadi. Nержавейкаlarimiz rangi o'zgaradi, oq, qora, sariq. Yana darvozalarimizni obzor qilishni davom ettiramiz, keyingisiga o'tamiz. Mana Samarqand fason ko'rsataverasizmi degan obunachilarimiz uchun bu Samarqand fason darvozamiz va bu Samarqand fason darvozamiz farqi bor. Bu darvozamiz zakasni qilingan, zakas uchun. Bu darvozamizni 10 3 stena brusi bor. 8x4 3 stena yondori oshiq-moshiqlar uchun profillari bor. Listlarimiz 2 stena, shirshava listlarimiz 1.3. Bu darvozamiz zakasni gigant razmer. Faqat qalin materialdan ishlatilgan. Taglari shivilli. Bu darvozamiz bilan u darvozamiz narx-navosi farqi. Bu darvozamiz 1 kvadrat metr 1 million 400 ming so'mdan O'zbekiston bo'yicha chiqadi. Keyingi darvozamiz 1 million 250 mingdan chiqadi. Yana bitta darvozamiz shtampovka, nalichkali varianti. Bu darvozamiz materiallarimiz 1.3 list, 1.3 profil. Mana hattoki mana strelka listlarimiz ham 1.3, profillarimiz strelkani nalichka profillarimiz 1,5 stena qilib berganmiz. Mana o'ziga yarashgan sandiqlari bor. Xohlasa uyda sep qilib olishlaringiz mumkin bu sandiqni. Bu darvozamiz narxi O'zbekiston bo'yicha 750 ming so'mdan chiqadi. Keyingi darvozamiz soqqali fason, mana ranglari ham o'ziga yarashgan. Bu darvozamiz mana yondori 10 brusimiz 4 stenada bo'lgan. Shivillar qalinlikda. Profillarimiz, ichki profillarimiz 6x4 profillarimiz 1,5 stena, 2x profillarimiz 2x1 profillarimiz ham 1,5 stena. Listlarimiz 2 stenada bo'lgan. Bu darvozamiz razmeri 3x40 3x60. Bu darvozamiz O'zbekiston bo'yicha 1 million 300 ming so'mdan chiqadi. 1 million 200 ming varianti ham bor. Bu 1 million 300 ming 1 million 300 dan chiqish sababi bu yondor profilimiz shivillar qalinlikda bo'lgani uchun. Xohlasalaring 1 million 200 dan chiqarib beramiz. Materialda ozgina farq qilish mumkin. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizga aloqa chiqasizlar, komment, like bosib, podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar.